Agarda jadidchilik harakatini otasi sifatida biz o'sha Ismoil Bek G'asparalini biladigan bo'lsak, O'rta Osiyo Turkiston jadidlarini chindan rahnamosi, otasi, yo'lboshchisi Mahmud Xo'ja Behbudiy edi. Inson bir narsaga qarab, misol uchun oynaga qarab o'zini ko'rinishini, kiyimlarini to'g'rilab, o'shaga qarab harakat qiladigan bo'lsa, Turkistonni qaysi hududida bo'lishidan qat'iy nazar, Toshkentmi, Qo'qonmi, Samarqandmi, Xivami, qaysi hududda bo'lishidan qat'iy nazar jadidlar uchun Mahmud Xo'ja andoza edi. Va uni qilgan ishlarini davom ettirishga harakat qilishardi. Maktab ochsa, maktab ochishardi. Uni yozgan darsliklari, qaysidir mavzuda darslik yozadigan bo'lsa, islom tarixi bo'yicha yozadimi, ular ham ishlarini davom ettirishardi. Siyosiy jihatdan faoliyatinimi, hammasini unga ergashgan holda qilishardi. Ko'p aytib o'tdik uni matbuot sohasidagi faoliyati, o'sha davrdagi senzuralar. Matbuot o'sha davrning ijtimoiy tarmog'i edi, qaysidir ma'noda. Xalqning orasiga kirib borish uchun ularga eng katta qurollardan biri edi, lekin senzura juda katta edi. Misol uchun bitta misol qilishimiz mumkin. Abdulla Avloniyni biz boya aytib o'tdik, Osiyo gazetalari haqida gapirildi, Shuhrat gazetalari. Tushuncha bo'lishini aytyapman. Gazetalar chiqqan vaqtda o'sha davrdagi hukumat vakillari bilan ba'zi bir mutaassib diniy ulamolar xalq orasida yurib, agarda bular chiqarayotgan gazetalarni, jurnallarni o'qiydigan bo'lsang, kerak bo'lsa sizlarga janoza o'qitmaymiz degan darajagacha boradi. Endi o'z-o'zidan aniq edi, xalqni diniy tomondan qo'rqitish oson edi. Shuning uchun kerak bo'lsa hukumat mana shu tomondan ham xalqni siquvga olishga harakat qiladi. Va Behbudiy o'z faoliyatini ma'rif sohasidan boshlagan bo'lsa, 1907-yilda Dumadagi musulmonlar firqasiga muxtoriyat tuzish bo'yicha o'zining taklifini kiritadi. 1907-yilda yo'q. 1917-18-yilda muxtoriyat tuzilyapti, lekin bundan 10 yillar oldin Behbudiy o'zini mustaqillik to'g'risidagi fikrlarini bildiryapti. Qaysidir ma'noda hukumatga aynan mana shu jihatlari ham yoqmagan bo'lishi tabiiy. Va Padarkush haqida boya gapirib o'tirildi. 1911-yilda yozilsa ham 1913-yilda senzura natijasida kech bosilyapti. Baradino jangini necha yilligi munosabati bilan degan bir kirish qismi bilan o'shani ta'sirida o'tkazgan senzuradan 1913-yilda bosilyapti. Va Behbudiyni bir maqolasida boya aytib o'tildi, Ehtiyoji millat degan 1909-yilda yozilgan maqolasida Behbudiy aytadi, bugungi kun uchun ikki toifa inson kerak. Birinchisi, bugungi zamon ilmlardan xabardor bo'lgan din vakili, ulamoyi diniya hamda dindan xabardor bo'lgan bugungi zamon kishisi. Agarda mana shu ikki xislat jamlansagina bugungi yoshlarni uyg'ota oladigan qaysidir ma'noda inson shakllanadi. Behbudiyning o'zi xuddi shunday inson edi. Ham din vakili edi, muftiy edi va bugungi zamonda ilmlaridan xabardor edi. O'zi aytib o'tadi, bugungi zamona ilmidan bexabar millat boshqa millatlarning oyog'i ostida paymol bo'ladi dedi. Bu qaysidir ma'noda Behbudiyni dunyo kezgan o'sha haj safariga borgani Behbudiyning 3 sayohati deymiz. O'sha sayohatlar davomida dunyoni ko'rib, rivojlangan mamlakatlarni, islom boshqa sharq mamlakatlarining rivojlanganligini ko'rib, Turkistonni qanchalik g'aflat botqog'ida yotganligini his qiladi. Va o'sha davrda qaysidir ma'noda uxlayotganlarni uyg'otish uyg'oqlarning vazifasi edi. Va buni Behbudiy o'zining zimmasiga oladi. Padarkushda ikkita toifani keltiradi, o'sha boy oldiga din vakili va jadid keladi va o'zlarini maslahatlarini beradi boyiga. Farzandingizni o'qiting deydi. Boy aytadi, men o'zim savodsizman, lekin boyman mana deydi. Lekin siz ma'lum bir davrda ma'lum bir sabablar bilan boy bo'lib qolgansiz, lekin bu yog'iga o'qimagan inson boy bo'la olmaydi deydi. Ular mulla aytadi, hech yo'q diniy amallarni o'rgating farzandingizga. Boy aytadi, o'zim deydi 5 vaqt namozni, ba'zi bir duolarni bilaman, o'shalarni o'rgatsam yetadi-da deydi. Aynan mana shu narsa o'sha davrdagi millatni qanchalik g'aflatga botganligini to'g'ri ta'kidlab o'tildi. Boya biz u daraja ilmsiz bo'lib ketmaganidek boshqa gaplar gapirildi. To'g'ri, bizda qadimdan juda katta ilmiy maktab shakllangan edi. Bekoriga Behbudiylar yetishib chiqmagan. Bekoriga Avloniylar, bekoriga Hamzalar, Cho'lponlar, Qodiriylar yetishib chiqmagan. Aynan o'sha biz ajdodlarimizdan qolgan ilmiy merosni natijasi, mevasi ular. Faqatgina o'sha davrda, ma'lum bir davrda qaysidir ma'noda biz turg'unlik davriga tushib qolgan edik. Va Yevropa, G'arb mamlakatlari bizdan ilgarilab ketdi. Va shuning uchun
jadidlarimiz bugungi zamonda ilmlarini, tezlashayotgan zamonda ilmlarini yoshlarga o'rgatib, Turkistonni dunyoga olib chiqishga harakat qilishni boshladi va bir narsani aytish kerak. Bugun juda ko'p muhokamalar qilamiz, jadidlarimizni haqida gaplashamiz, bahslar yuritamiz. Lekin birinchi o'rinda jadidlarimizni o'zini o'qish kerak. Ularni yozgan kitoblarini o'qish kerak. Ular haqida gapirishimiz mumkin, soatlab gapirishimiz, bahs qilishimiz mumkin. Behbudiy bunday qilgan, Avloniy bunday qilgan, lekin ularni yozgan kitoblarini, qoldirgan narsalarni o'qimagan odam uchun bu hech qanday foyda bermaydi. Va aynan bir to'liq ma'lumot ola olmaydi demoqchisiz. Shunaqa, shunday. Chunki uni o'zini yozgan asarlari orqali ham uni kimligini biz ularga yaqinlashish uchun ular qoldirgan meros bilan to'liq tanishish kerak. O'zimizni qaysidir ma'noda qo'pol qilib aytgan bo'lsa ham, qaysi manfaatlar uchun ularni ilmni o'rganib yoki davralarda ma'ruza qilishni bugungi yoshlar uchun, bugungi millat uchun foydasi yo'q. Ularni asarlarini o'qitish, yoshlarga berish orqali va bugungi kunda ana shu jadidlarni qoldirgan merosini yoshlarga o'qitish orqali bugungi kunda jadidlarni yetishtirishimiz mumkin.